G'isht sifati nima deyapti akalar? Assalomu alaykum, bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda ko'rib turibsizlar, katta g'isht zavodiga ketib kelganmiz. Bu yerda juda ham sifatli g'ishtlar ishlab chiqarib, xalqimizni qurilishiga yetkazdirib berishyapti ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, S brend ostida ishlab chiqarilyapti turgan g'ishtlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani bilan Rishton tumani chegarasidan bo'lyapti. Ya'ni akalarimiz qumini, tuprog'ini Rishtondan olib kelishib, shunaqangi sifatli g'ishtlarni ishlab chiqarib, xalqqa yetkazib berishyapti ekan. Hozir bu yerda masalan, xom g'ishtimiz sotilmaydi ekan, lekin pishgan g'ishtlarimiz sotuvda bor ekan. Razmeri necha, sho'ri bormi, yo'qmi, dastavkasi qancha bo'ladi, hammasini yoritib beramiz. Sizlardan iltimos, bittadan like bosib, gruppalarga, tanish bilishlarga va albatta qurilish qilmoqchi bo'lgan tanish bilishlaringizga jo'natib qo'ysalar, kimgadir juda katta foydasi tegib qolishi mumkin. Ya'ni shunaqangi sifatli g'ishtlarni izlayib turgan bo'lsa, albatta foydasi tegib qoladi. Qani biz bo'lmasa hozir narx-navoni yoritib berishni boshladik. Qani biz bo'lmasa boshladik. Hozir ish yurituvchi akamizdan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Xo'sh, qo'llang dard ko'rmasin aka. G'ishtlar nihoyatda sifatli ekan-da. Hozir pastda xomini ko'rsatdik. Nihoyatda chiroyli kuyulyapti. Bu qanaqangi sinfda ishlab chiqariladi aka? Bu Xitoy texnologiyasida. Xitoy texnologiyasi, lekin qirlari ham, burchaklari ham hammasi cho'tki ekan. Qoyil. Hammasi o'sha S brend ostida ishlab chiqariladi aka. Xo'sh, bularimiz masalan bir kunda nechta pishgan g'isht chiqadi aka? Bir kunda 4 ta xumdonimiz bor, 120 mingtagacha pishgan. 120 mingtagacha pishgan g'isht chiqadi. Xom g'ishtimiz sotuvda bormi? Yo'q, sotuvda yo'q. Sotuvda yo'q. Faqat pishgan g'ishtni o'zi yetkazib berilyapti. Tushunarli. Aka, endi videomizni boshida aytib ketaylik, sho'ri bormi, yo'qmi? Sho'ri endi bir 5% chiqadi. Chiqishi mumkin. Yo'lda bo'lmaydi-da. Aha. Ya'ni oq sho'r chiqishi mumkin deb sotyapsizlar, lekin chiqqani yo'q. Chiqqani yo'q. Chiqqani yo'q. Ya'ni yozda urilsa, xudo olsa chiqmaydi. Chunki tez qurib ketishini hisobiga. Aha. Namgarchilikda bo'lsa, jinne-binda chiqishi mumkin. Picha chiqib qolishi mumkin. Iloji boricha g'ishtni yozda urdirish kerak, chunki sho'ri chiqmaydi. Xo'sh, aka, endi bunimizni razmerini aytib ketaylik. Nechiga necha? Razmeri 25 ga 12,5, bunaqasi 6,5. 6,5, ya'ni haqiqiy standart g'ishtimiz, ha? 6,2, 6 standart g'isht. Ha, tushunarli. Endi aka, masalan, bunimizni kimdir zakaz bersa, soniga javob beriladimi? Beriladi soniga javob. Masalan, borgandan keyin to'kmasdan oldin chiroyli tahlillar ekan. Tahlilimiz sana olsa ham bo'laveradi. Sana olsa ham bo'laveradi. Sanalaydigan tahlillar beradi. Ha. 5-6 ta ko'p chiqishi mumkin, lekin kam chiqmaydi javob. Ha. To'kkanda sinishchi aka? To'kkanda endi 5-10 ta sinadi. Sinig'ini ham uradi, baribir. Ati sindirib ham uradi. Atilar sindirib ham uradi. Endi to'kiladi, 5-10 ta sinadi, bir-birini bosib tushgandan keyin. Endi aka, masalan, g'isht sifatligini shu yerdan ko'rsa ham bo'ladi-da. Masalan, anchasini yuklangan, tagiga uzil kesil, pashti singani yo'q. Ya'ni top-toza turibdi. Bu degani sifat zo'ridan bo'ladi. Bitta aritib ko'rsataylikchi, urishtirib ko'rsataylik, birinchi urishtiraylik. Ovozini eshityapsizlar, qoyillik. O'tirg'itamiz endi. O, mana tushishini ko'ryapsizlar, ovozini ko'ryapsizlar. Gap yo'q, zo'r. Hozir masalan kimdir 50 mingta zakaz qilsa, Andijonga necha kunda yetkazib berasiz? Andijonga 2 kunda ham yetkazib beraveramiz. Kuniga 10 mingdan jo'natilsa, 5 kunda ham yetkazib beraveramiz. Ha, klient xohishiga qarab turib. To'lovlar qanaqa bo'ladi, hoji aka? To'lovlar xohlagan narxda to'laveradi. Hali Perechsliniya ham bo'laveradi, narx bilan Rossiyada turib ham Rossiyada kartadan kartaga o'tkazib bersa ham mayli. Qoyil, zo'r. Endi aka, masalan, musofirda yurgan akalarimiz to'g'ri telefon qilganicha vaqtlari to'g'ri kelmay qolishi mumkin-da. Ekrandagi nomerda Telegram bo'ladimi? Bo'ladi. Aloqaga chiqsa Telegram orqali bo'laveradi. Xudo xolasa chiroyli qilishib akalarimiz yetkazib berishadi. Mana masalan, pashta 3 yildan beri sizlar reklama qilamiz aka. Shu paytgacha biror marta jalb eshitganimiz yo'q. Sho'r chiqqani yo'q deydi, yetkazib kelgan. Vaqtida akalarimiz yetkazib beradi va albatta g'ishtini sifatiga ham javob beriladi. Qancha qilib beryapmiz endi zavodda o'zi, hoji aka? 850 edi. Aha. Hali bo'lsa halqa bo'lsin deysizlar-ku, 850 qilib qo'ydik. 850 deyapti-ku, 850 qo'ydik. 800 qilib qo'ydik. 50 so'm tushib, 800 qilib qo'ydik. Ya'ni zavodda olinaveradi. 800 so'mdan shunaqangi S brendi, ya'ni Rishtonda g'ishlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqishaveradi, xudo xolasa. Joyida yuklatib beramiz. Chiroyli qilib yuklab beriladi. Agarda o'zimda transport bor desa, ochirt bo'yicha ham kelib olib ketaveradimi? Ha, olib ketaveradi. Transport bor desa keladi, ochirtga qarab qo'yadi, 800 dan yuklatib beramiz. Yuklatib berilaveradi. Gap yo'q, zo'r. Bittadan like bosamiz, tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Rishton tumani bilan Bog'dod tumani chegarasidan bo'lyapti, lekin olib kelyapti turgan tuproqlarni ko'rib turibmiz, sariq Rishton degan. Gap yo'q. Bittadan like bosib, gruppalarga tanish bilishlarga jo'natib qo'yasiz. Hoji aka, rahmat. Salomat bo'la, salomat.